Mana mashinaning tashqi ko'rinishi. Ikki ming 14-yil ishlab chiqarilgan Cobalt ikkinchi pozitsiyada. Xo'sh, kraskalarni aytib ketadigan bo'lsak, mana shu kraskasi oldi kapotining betida bor. Bu tomonda kraska yo'q ekan. Ular radnoy. Arkada mana shu kapotning betida bor ekan kraska. Xo'sh. Eshikni mana o'zi agar bilinyapti turgan bo'lsa, o eshikni tag qismi liniyadan jinday ko'tarilib turibdi, o'zi bilinib turibdi. Ana shu yerda bor ekan kraska mana. Mana shu yer, mana kraska. Mana shunday liniyaning tagida mana shu yerimdagi sepilgan ekan. Kraska bo'ldi. Arqa oldi kapot, mana shu yerda kraska. Keyin oldida mana yerda turtib olingan grundoklar chiqib turibdi, radnoy. Shuni hisobiga mana chakisal tortilib turibdi. Ichlari radnoy bo'lgan. Bu yerda kraska yo'q. Old kapotda hozir ochib. Filtrlar radnoy, ichida yo'q. Mana video qilib tashlang deyishganlarga. Mana motor holat, ichki filtrlar tushunadiganlarga filtrlari. Ichlari mana butun filtrni ko'raman deganlarga tushunadiganlar o'zi biladi. Mana tumbalar, mashinalar, ichki nimalari butun mashina. ABS bor. Kanseller var mana. Gazi bor. Mashina yurgani 400 balonlari mana yangi. Yurgani 400 ana yurgani 487 ming. Salon holatlari mana mashina. Arzon mashina bu. Salonlari. Mana ramasini so'raganlar. Ramalar o'ta zo'r, mana ochilmagan. Mashinaning ichki qismlari, svarka yo'q, udar narsalar yo'q. Mana arqa kapoti bo'lsa metani bor. Mana qanotlarning ichi. Mashinaning ichki qismi. Umuman uloq qanot qo'yib nima qilingan stonlar joy-joyida. Mashinaga keladigan bo'lsa, arqa kapotda yerinetkalari ham zo'r. Mashinani faqat kosmetika qilish kerak xolos mashinani. 2014-yil ikkinchi pozitsiyada mashina. 5600 dollarga srochni berib yuboramiz uspetligan odamga. Tayyorlasa 6,5 lik mashina bo'ladi. Zo'r mashinamiz. Chiqarasizlar aloqaga 91 lik 696 0056 ga chiqasizlar, o'zimga tushasizlar. Sotilmagan bo'lsa, nasib qilgan bo'lsa, bosinglar gazini. Nasib qilganga. Mazza qilsin.